Go'zal homilador qizlarimiz, sizlarni ham qorin sohasidagi rastyajkalar bezovta qiladimi? Bugun sizlarga rastyajkalardan qanday qilib qutulish mumkin va ularni qanday qilib oldini olish mumkinligi haqida to'liq ma'lumot beraman. Homiladorlikning 2 va 3 trimestrida qorin sohasiga rastyajkalar, ya'ni striyalar tushishni boshlaydi. Buning asosiy sababi esa qorin mushaklarining noziklashib ketganligi hisoblanadi. Rastyajkalarni keyinchalik davolagandan ko'ra uni oldini olgan afzalroq va bunda sizlarga jojoba hamda kokos yog'i yordam beradi. O'z vaqtida 2-3 trimestrda bandaj taqish ham striyalarni oldini oluvchi eng asosiy vositalardan hisoblanadi. Har kuni 2 marotaba ertalab va kechqurun jojoba hamda kokos yog'i bilan qorin sohasini yengil harakatlar bilan massaj qilish lozim va kun davomida maksimal ravishda bandajni taqish kerak bo'ladi. Go'zal homilador qizlarimiz, sizlarni yana qanday muammolar qiynayotganligini albatta izohlarda qoldiring va bu savollaringizga biz to'liq javob berishga harakat qilamiz.